Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tushunmisizlar? Sizlar bilan Nodirbek Delisi bolalar. Bugungi videomizda biz Premier Liga Soccer 2026 o'yinida biz qaysi futbolchilardan tarkib tuzishni o'rganamiz. Qaysi sxemalarning yaxshiligini bilib olamiz do'stlar. Videoni boshlashdan videomga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanday yurishni boshladik do'stlar. Do'stlar, mana tarkibga kelinglar. Bizda eng yaxshi sxema 4-3-3 sxema bo'lishi kerak, lekin menda o sxema ochilmagani uchun 4-4-2 da o'ynayman. 4-4-2 ham yaxshi sxema. Bizga 4-4-2 va 4-3-3 sxemasiga tarkib tuzishni o'rganaman do'stlar. 4-4 sxema tarkib ko'ryapsizlar do'stlar. Hozircha mana Timberdan boshqasi mana shunaqa tarkib bo'lsa, faqat Timberni joyiga do'stlar Nuno Mendes bilan Rio Hernandez olishinglar kerak bo'ladi do'stlar. Sizlarga bitta maslahat aytaman do'stlar. Mana chap qanotga Son Heung-minni joyiga do'stlar iloji boricha Vinicius Juniorni olish kerak. Tezkor ham juda zo'r hujumchi. Bu o'ng qanotga esa iloji boricha do'stlar Messining full varianti. Mana Messini 83 kartasi emas-ku. Messining full varianti. Dembele, Salah, Olisidan ham zo'r o'ynaydi do'stlar. Shunaqa faqat Messini olgandan keyin to'g'ri kuchaytirsanglar bo'ldi do'stlar. Keyin hujumga har doimgidek Erling Haaland bilan Kylian Mbappe, Rafaelyan joyiga do'stlar. Rafaelyonni qo'yish kerak. Juda zo'r hujumchi. Reyting past bo'lgan bilan uni qayerda ham yaxshi kuchayadi, ham tezkor, juda tezkor hujumchi do'stlar. Keyingi do'stlar yarim himoyaga kelsak, yarim himoyaga birinchi o'rinda Rodri, bir tomondan Valverdeni olib qo'yish kerak. Rodri, Valverde. Keyin birdan yarim himoyachidan zaxiraga bo'lsa ham De Bruyne bilan Bellinghamni olib qo'yishlar kerak do'stlar. De Bruyne, Bellingham. Pedri kerak emas do'stlar hozircha. Vitinha, Bruno Fernandes, McTominay shunaqa futbolchi kerak emas. Endi McTominay agentim tushib qolgani uchun olib qo'yganman do'stlar. 4-4-2 sxemaga. Darvozabonga bo'lsa Alissonning 95 ga bo'lsa yaxshi, bo'lmasa Donnarumma olsanglar ham dahshat. Ana endi 3-3 sxemaga tarkiblamiz do'stlar. Har doimgidek himoya o'zgarmaydi do'stlar. 4-3-3 sxemada mana bu markazda masalan Jo'nevish markaz bo'lsin. Markazda Rodrini qo'ysanglar do'stlar. Chap qanotga Bellingham, bu qanotga esa Valverdeni qo'yishinglar mumkin do'stlar. O'ng qanot markaz, uchlik markazga kelsak, albatta chap qanotda Vinicius Junior, o'rtada Erling Haaland, haqingdek chap qanotda Usmon Dembele, yoki Yamal yoki Messi. Yo Salahni ham olishinglar mumkin do'stlar. Sizlarga maslahatim do'stlar, baribir olganinglardan keyin hammasini qo'l o'ynatmaysizlar do'stlar. Eng yaxshi variant do'stlar. Sizlarga maslahatim, olib qo'ysanglar ham bo'ladi-yu, lekin Dembele bilan Salah, Messi uchalasini olib qo'ysanglar juda yaxshi bo'ladi do'stlar. To'g'ri, juda tezkor ham juda zo'r o'ynaydi. Olisi bilan Yamaldan ko'ra Dembele. Endi Salahni olish yaxshi, akkauntda juda yaxshi o'yin ko'rsatadi. Salah ham juda kuchli, 84 reyting bo'lgan bilan. Zaxiraga kelsak, zaxiraga Salivani olib qo'yish kerak himoyaga do'stlar. Keyin Ronaldoni olib qo'yishlar kerak do'stlar. Ronaldoni olishdan keyin har doim Enzo Fernandesning 85 kartasini agentdan tushirib oldim. Videosini profilda ko'rsanglar bo'ladi. Mana shuni oldingi video do'stlar. Keyin klassik player, shu qadimgi futbolchilarni ham olib qo'ysanglar bo'ladi. Akkaunt hech qanaqa zarar yo'q, yaxshi. Yana zaxira darvozabon bo'lsa, har doimgidek do'stlar, yo Kurtuva yoki Donnarumma olib qo'yishlar kerak. Menimcha Kurtuvani olsanglar juda yaxshiroq. Chunki Alisson bilan Kurtuvani reytingi 1.
Donnarumma eng kuchli darvozabon. Bitirma esa hech yo'q o'yinda. Eng kuchli hozir Donnarumma bo'lib turibdi var darvozabon bo'yicha. Yarim himoyachilardan olmasanglar ham bo'ladi do'stlar. Yarim himoyachi De Bruyne, Bellingham, Valverde, Rodrini va aytganday Modrichni ham olib qo'yishlar kerak. Modrich ham juda kuchli o'ynaydi do'stlar. Bo'yi past bo'lgani bilan Pedridan juda kuchli o'ynaydi. Mana Modrich do'stlar bizning akkauntimda bor. Asosiy tarkibda o'ynaydi Modrich. Keyin himoyaga hamma 80 turlik himoyachilar olib qo'yish kerak do'stlar. Keyin Hakimining oldiga kimni zaxira qilmoqligini uchun do'stlar Hakimining oldiga hozirda Liverpoolning yarim himoyachisi Frimpong degan futbolchi bor do'stlar. O'sha Frimpongni olsanglar Hakimida juda kuchli o'ynab beradi. 79 bo'lsa kerak hozirgi reytingi. Lekin 79 bo'lgan bilan ham juda kuchli o'ynab beradi do'stlar. Do'stlar hujumga yana zaxira kimni olmasa aytganda Ronaldo olmaslar. Ronaldoni olganlaridan keyin yana zaxiraga bo'lsa mening sizlarga maslahatim do'stlar yana Kvaratskhelia olib qo'yishinglar kerak. Kvaratskhelia u ham yaxshi o'ynaydi. Unutmasdan zaxirada tursa ham juda kuchli o'ynab beradi do'stlar. Dembeleni ham hujum xorida o'ynatsanglar bo'ladi do'stlar. Dembeleni ham sizlarga maslahatim Oliseni hujum orqasiga o'ynatsanglar ham Olise juda kuchli o'ynab beradi hujum orqasida. Ham do'stlar shunaqa tartib qilsanglar hech kim sizlarni yenga olmaydi do'stlar. Keyingi videolarda o'shanaqa tarkibni tugagandan keyin to'g'ri kuchaytirishni o'rganamiz do'stlar. Videoni boshqa joyda ham bo'ladi do'stlar. Hammaga rahmat do'stlar. Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Telegram kanal profil ostida do'stlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.